11. Аңлаш. Avtori Doktor Erkin Sıdık. Özünüzni kişilerning qalbi bilan tutaştırış üçün qulqingizni ishlating. Liderlar kishilarning yordamini qo'lga keltirishdan burun ularning yuragiga ta'sir ko'rsatadi. Mana bu munosabat qonuniyatidir. Biroq bir lider boshqa bir odamning yuragiga ta'sir ko'rsatishdan burun uning yuragida nima borligini bilishi kerak. Uning yuragidagini uning gapiga quloq solish orqali bilib olg'ili bo'ladi. Boshqalarning so'ziga quloq solishni xohlamaslik nachar liderlarda ko'p uchraydi. Amerika boshqarish ilmining otasi deb atalgan Peter Druckerning qarashicha, boshqarishdagi hamma masalalarning 60% noto'g'ri munosabat yoki noto'g'ri aloqalashishdan kelib chiqqan. Noto'g'ri aloqalashishning ko'pinchisi bo'lsa, boshqalarning gapiga quloq solmaslikdan kelib chiqqan. Boshqalarning so'ziga quloq solishning ikki maqsadi bor. Biri kishilar bilan munosabat o'rnatish, yana biri bo'lsa o'rganish. Shunglashqa siz tövendagi kishilarning so'ziga quloq solishingiz kerak. Birinchi, sizning agashkuchilaringiz. Boshqalar agashishni xohlaydigan yaxshi liderlar agashkuchilar bilan birga bo'lganda qiladigan ishi yolg'iz biror ishni hal qilish bilan cheklanib qolmaydi. Ular har bir odamning qanday odam ekanligini tushunib olishga maxsus vaqt ajratadi. Nurg'un kishilar o'zlarining so'ziga quloq soladigan liderlarni o'z talablarini o'rindab beradigan, ammo gapiga quloq solmaydigan liderlardan yaxshiroq ko'rdi. Agar sizda faqat paketlarga quloq solib, sizga shu paketlarni yetkazayotgan kishining boshqa so'zlariga quloq solmaydigan odat bo'lsa, uni o'zgartib, boshqalarning so'ziga haqiqiy turda quloq soling. Ikkinchi, sizning xaridorlaringiz. Ba'zi liderlar o'z ideyasi bilan bo'lib ketib, xaridorlarning andisi, noroziligi va takliflarini anglamaydi. Microsoft shirkatining lideri Bill Gates mundaq deydi: Norozi bo'lgan xaridorlar har vaqt bir masala. Shundaqla ular sizning eng cho'ng fursatingiz. Ulug' liderlar o'zi xizmat qilayotgan kishilar bilan yaqin munosabat saqlashni o'zlarining eng muhim ishlarining biri qiladi. Üçüncü, sizning raqobatchilaringiz. Bir lider boshqa tashkilotni o'zining raqobatchisi hisoblaganda, u butun diqqatini o'z tashkilotiga qaratib, o'zining ishini eng yuqori pallaga ko'tarish uchun tirishib, boshqa guruhlardan o'rganishni unutib qoladi. Amerikadagi dunyoga mashhur televizor va radio boshqaruvchisi Larry King mundaq deydi: "Men har kuni atigini o'zimga munolarni eslatib o'taman. Bugun deydigan gaplarim menga hech qanday yangi narsa o'rgatmaydi. Shunga men yangi narsa o'rganmoqchi bo'ladi ekanman, cho'qim boshqalarning gapini anglashim kerak." Bir lider bo'lish sifatingiz bilan siz o'zingiz qiladigan ishni boshqalarning nima ish qilayotganligiga qarab tanlasangiz bo'lmaydi. Biroq siz boshqalarning gapiga quloq solib, imkon qadar ko'p narsani o'rganib olib, shu orqali o'zingizni texmi yuksaltirishingiz kerak. To'rtinchi, sizning yetakligichingiz. Amerikadagi nurg'un idora o'rinlarda shu yerda ishlaydigan xodimlar o'zlari uchun bir yetakligichi tanlasa bo'ladigan mexanizm bor. Men ishlayotgan NASA'dimi shundoq bo'lib, 2004-yili mush idoraga yangi kelganda men boshqa bir guruhning Hamid ismli boshlig'ini o'zimga yetakligichi qilib tanladim. U kishi ironlik bo'lib, bizning idorada ishlagili 25 yildek bo'lgan ekan. Dastlabki bir oy vaqt ichida men u kishidan bizning idoraning kasbiy xodimlar bilan boshliqlarni o'stirish mexanizmining qanday ekanligi, ilmiy maqola e'lon qilish, yig'inlarga berish qatorliq bir qator ishlardagi belgilamalarning nima ekanligini o'rgangan edim. Qisqasi, Amerikada yetakliguvchi, ya'ni mentor degan rol nihoyatda keng umumlashgan bo'lib, buningdan hamma kishilarning xabari bor. O'ziga bir yetakliguvchini lozim qilmaydigan darajada yetilib bo'lgan yoki tajribalik bo'lib ketgan lider bo'lmaydi. Agar sizning biror yetakliguvchingiz bo'lmasa, siz darhol birini teping. Agar sizga ashundaq bir odam tepish imkoniyati bo'lmaydi ekan, undaqda bu jarayonni kitob o'qishdan boshlang. Bu yerdagi eng muhim masala qishingizda sizga yo'l ko'rsatadigan bir odam yoki bir qancha kitob bor bo'lishdir.